Xayrli kun. Bilasizmi men qo'ya? Shuplikda. Mana. Bolalar orqasida shuplikda qozinib yurishga to'g'ri keladi. Ha bu kisha o'zining tushga qo'ya turgan aybirini ko'rsatadi. Tushga qo'ya turgan narsasin ustolda qoldirganda salfetkaga turib, ana kim ko'rsin endi? Oshinda ko'rsat. Hammani shupga otganlar. Mana shunday aybir endi bu tushga kiya turgan. Mana shuni mana to'li bir shup sovuti. Bunda endi ko'p tugul bunisi yarar. Mana buni birini oqtarib bitirdim bunda. Shunday perchatkalar kiyib, shup sovudim. Ali yarar. Mana bu maktab. Bunda maktab terazalari, aymi? Maktabi yarar. Tegenda qaraqsiz. Ansi TNVda men ilg'i ishladim. Mening menda kollegalar o'tira. Tanib agarda meni shuplikda ozonganni ko'rsalar, narsa deb aytirlar ekan. Salom sizga, xizmatdoshlar deb aytaman, narsa deb aytayim. Topildi, Allohga shukr. Nik kisha qoramadingsiz deb aytirgan mumkinsiz, aybi. Javob beram. Bola bit aytmay, shuni. Ularni izlagan anlar tushgan, qoragan. Lekin onasidan qo'rqib qo'ytqashqina, kish bilangina aytdi. Mana shunday xallar. Bu endi ikkinchi uchroq. Birinchi uchroq Zaliya bilan bo'lgan edi. Balaki vaqtda shulay bir kafeda o'tirgandan so'ng shulay qoldirib ketgan. Uyga qaytib jetdik, eslarimga tushdi. Ketdim kiri shul kafega. Butun shupliklarni oqtardim, topdim. Mana ikkinchi uchroq. Rahim o'sib kela. Qo'rqib turaman. Ol qaysi shupliklarga jibarir ekan endi. Topildi tag'imiz yo'q, Allohga shukr. Davay. Turg'ash. Mana nindi baliq tortib chiqardim. Qarabal. Allalla mana. Qishga pullar olib bitdi, elektrib bo'lmaydi. Ashvaytib lakdi ol. Allohga shukr. Mana mening o'ng'ush. Narsa kulib turasan, narsa kulib turasan. Kulurlik tugul bit xallaring. Qo'ya ko'rsatini oyog'ini. Mana bir oyoq kiyiming yo'q. Qo'yasan ol. Hamon kelada kela shunda suv bo'yina kela. Ko'rsatam. Aha, kul. Mana oyoq kiyiming. Mana qora. Lega hazır. Hamon shundan olib ketib bu suv yonimdan. Shunda istiri olib boradi. Yana bo'lgandir. Yiqlamaydi bitali. Nega yiqlamaysan sen? Ha? Bau aytasizmi sen, yo'qmi? Yo'q. Of Allah.